G'irivimi kariz qaynonam 10 yildan beri uchrashmagan qaynonalar bilan uchrashgani va albatta bunga men sababchi bo'ldim. Qaynonamni qaynonasi menga kim bo'lishini iltimos kommentariyaga yozib ketinglar. Qaynonamni qaynonasinikiga borishdan oldin qaynotamni qabrlariga sigaret tashlab o'tar ekanmiz. Shuning uchun yo'lda qornimiz ochib qolmasin deb boshimdan ham katta popkornni olib oldim. Anchadan beri meni bitta savol qiynaydi. Nimaga ishlatilmaydigan narsalarni koreytslar tashlab olmas ekan? Shu velosipedlarni 3 yildan beri yashayotgan bo'lsam, hech kim minganini ko'rmadim. Hali yo'lga chiqmasimizdan oldin o'g'lim bilan qornimiz ochib qolganligi uchun popkornni yeyishni boshladik. Bugungi Shopir akamiz kariz qaynukam bo'ldi, u yoqqa ham bu yoqqa ham o'zi olib borib keldi. Va nihoyat Koreyaga kuz fasli keldi. Daraxtlarni qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib qolgan. Kariz qaynonam qaynotamni qabriga sigaret olganlarini ko'rib, men ham qo'lim bo'sh kelmay deb ko'chadan gul yulib oldim. O'tib qolgan qaynotam bo'kib cheksin deb o'zi ham ekipajga sigaret olib keldik. Qaytgancha sigaretni o'zini emas, zajgalka ham olib kelganmiz. Mana bu qabr kimgadir bilan yirib qilingan shekilli qog'oz ilib qo'yishibdi. Kariz qaynonam 10 yildan beri uchrashmagan qaynonalar bilan uchrashganini keyingi videoda ko'rsangiz bo'ladi.